Uyingizni dorilaganingizda siz ham ko'p shu xatolarni qilasiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz nima xatoligini aytaman. Birinchisi, ko'chadan noto'g'ri preparat olasiz. Ya'ni tarakanga ishlatiladigan preparatni klapaga olasiz yoki bo'lmasam klapaga ishlatiladigan preparatni tarakanga olib qo'yasiz. Noto'g'ri preparat berishadi yoki o'zingiz bilmasdan olib qo'yasiz. Va o'sha preparatni noto'g'ri qo'llaysiz. Masalan, 2 xonali uyga 1 xonani dorisini olasiz. Ya'ni 1 xonaga yetadigan yoki 3 xonali uyga 2 xonani dorisini olasiz. Bu yetmaydi, kolичество, ya'ni yetmaydi. Undan keyin yetmagandan keyin hasharotlar yo'qolmaydi. Qisman yo'qolgandek bo'ladi, lekin babigani qayta chiqaveradi. Ikkinchisi, o'sha preparatni noto'g'ri ishlatasiz. Ya'ni qo'lga perchatka, maska taqmasdan, gigiyena qoidalariga rioya qilmasdan ishlatasiz va noto'g'ri joylarga ishlatasiz. Misol uchun tarakanga bo'ladigan bo'lsa, asosan vanna, tualet, kuxnyalarga ishlatish kerak bo'lsa, xonalarga urg'u berasiz yoki bo'lmasa klapalarda xonalarga urg'u berish kerak bo'lsa, vanna, tualetlarga ham sepib dorini noto'g'ri joyga ishlatganingizdan keyin u yaxshi effekt bermaydi. Uchinchisi, dimlanish vaqti. Uyga 4 soatga yoki 5 soatga olinadigan preparatga qarab dimlanadigan bo'lsa, siz vohliroq kirib qo'yasiz uyga yoki bo'lmasa umuman uydan chiqib ketmaysiz. Bu sizning sog'lig'ingizga zarar bo'ladi. Agar siz ham shunaqa xatolarni qilmaslikni xohlasangiz, bizga qo'ng'iroq qilsangiz, biz sizga to'liq konsultatsiya beramiz. 24/7 ishlaymiz.